Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyghur tilini anlap tushundigan, Uyg'urning o'tida kuyib suydi aqadigan jenim qarindoshlarım, millatdoshlarim, vatandoshlarım, musulmon birodarlarim, musulmon bo'lmasa bizningki Uyghur milletidan bo'lgan birodarlar, qarindoshlar, inson qarindoshlar, islom dini qarindoshlar, millat qarindoshlarim, vatandoshlarim, hammalaringki hozirgi vaqti va bundan keyingi vaqtimi xayrli bo'lsin inshaalloh. Inshaalloh Allah deganni qilsak bu dunyo va o dunyoligimiz inshaalloh jannatning gul bog'chilari bo'lg'ay. Qadirlik qarindoshlar, men Abdul Aziz Beshto'g'roq İstanbul'dan Zeytinburnu'ndaki uyemden sizlarga Allah'ınki cennet salamı bo'lgan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu deyish bilan şu güzel salam bilan bugünkü İslam tarihi ve ait dersimizni 3. Facebook dersimizni başlayalımız canım dostlar. Başlaştım burun birisiga bir onun işini üyet ötey qadirli qarindoshlar, dersilim meşgul işkellikimden xabarda bo'lsin dedim. Shunda qilib biz Enes Alim ustozninki 15 yillik emgek natijasi bo'lgan bu izohlar tercümesini bütügendan keyin 60 halqa qilibmiz, 60 ders. Şimdi olan biz bu Teklimekan Uyghur neşriyatının çıkargan Abdücelil Turan akimizden neşr kılgan bunu İslam Tarihi namlıq 360 betlik bir kitapını öğünüp bakalım. İslam Tarihi qarasak biz nimelerini kürdükemiz şunu bir yaküllep çıkaylı diyen niyette bunu başlık aldık. Belki 30 halka kısak, 30 ders kısak tügüşü mümkün. Hazır ben sizlerge bu dersin devamını birlikte kitaptım, birlikte öğünüp ütümüz. Kitap 2014 yılı İstanbul'da Teklimekan Uyghur Neşriyat tarafından neşr kılıngan. Tercüme kılgıcı Abdurrahman diyen kardeşimiz kim? Belki tanımayımız. Neşirge tayarlıqçılar Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıcan, Profesör Doktor Seyfettin Şahin iken bu üçlüsü belki Türkiyelik ustazlar buluşu mümkün. Bizge çoxum Araplarning yazgan tarixi olsa Türklerden biz bir nes üyenmeydik degen qarindoshlarga hazırdan başlap Allah'a emanet. Ama bu Türk doktorlarning yazgan kitap iken özümüz bu Türkiye kavim bo'lg'achqa, Türkiye millet bo'lg'achqa belki buningdan biz to'g'rilikmi bahs etgan bo'lishi mumkin, so'zlagan bo'lishi mumkin. Qadrli qarindoshlar, ana o'zi ben kelgan yerimizden devam qildi. Yani ikinci babninki ikinci mezmunu bo'lgan Muhammed Aleyhisselam'ның peygamber bo'lishi ve İslam'nınki Mekke devrini birlikte öğünümüz. Muhammed Aleyhisselam'ның peygamber buluşu ve İslam'nınki Mekke devri. Muhammed Aleyhisselam Kureyş kabilesi Haşim oğulları cemaatiga mensup olup, dadısı Abdülmuttalib'nin oğlu Abdullah, anısı Kureyş kabilesinden Zuhre oğulları cemaatiga mensup Vehbi'nin kızı Amine idi. Muhammed Aleyhisselam dünya kelishdan ilgari dadısı vafot bo'lgan. Muhammed Aleyhisselam miladının 571 yılı 20 aprelda Mekke'de dünya kelgan. Muhammed Aleyhisselam dünya kelib nəhayət az vaqtdan keyin Halime isimli bir süt anaga berilgan. Muhammed Aleyhisselam 4 yoki 5 yoshgacha Havazin kabileside süt anısının yanında çoğ bo'lgan. 6 yaşga kirganda anısı vafot bo'lgan. 8 yoshgacha cho'ng dadasining yanında, onundan keyin tag'isi Abu Talibning himoyasida o'sib yetilgan.
Hira g'ariga kirishida bu Hira g'arining rasmini ko'rsatib qopti. Men Makkaga bordim, lekin bu Hira g'ariga chiqib boqmadim, qadrli qarindoshlar. Chiqqanlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Nihoyatda tik bir yorliq deb anladim. Muhammed alayhissalom tog'asining yanida tug'an chog'larida tog'asining tijorat ishlariga yordamlashib, birlikda sayohatlarga chiqqan. 20 yoshida qabilasi bilan birlikda Fujjar urushi qatnashgan. Keyin Hilful Fudul fazilatliklar jamiyatiga a'zo bo'lgan. 25 yoshida 40 yoshli Xadicha ismli bir ayol bilan uylangan. 35 yoshida Kabe'ning yangidan remont qilingan temaga Hajratul Aswad qora toshni qo'yish ishiga rahbarlik qilgan. Mushu voqelikni men mushu Baytullahning tarixi degan kitobda, mana shu Şinjan Xalq nashriyatidan chiqqan kitobga deyman, ashyadan ayet yaxshi muhib ekan. Aşı kitap meniki imanımның küçüğüsüge bu sebepçi olan bir kitap tef okusam buludu. Muhammed Aleyhisselam yetim ve yoksullukta çoğun boğan. Mekke'de emin, işençlik süpiti bilen meşhur bulup okuş ve yazışını bilmeydi. Dürüst bulup yalgan sözlemeydi. Toqqanlarının hak hukukuga hürmet kılattı. Ailesinin turmuşunu kandaş için işleydi. Yetimlerini qanas astığı elib, aciz, muhtaç kişilerge yardım kılattı. Mihmanını yaxşı kütüp, hemme adam bilen çıkışıp ütetdi. Muhammed Aleyhisselam 35 yaşı kirgen vaxtıda Kabe'nin şarkı şimal kısmına joylashgan Sur tig'idagi önkürge bağan. Bu yerde kainatni ve kainatni yaratgan Allah'ni tefekkür kılıp ibadet kılgan. Muhammed Aleyhisselam miladının 610. yılı Ramazan ayının 27. kechisi tang etishga yaqin Sur tig'idagi önkürde ibadet qilayotganda Jibril Aleyhisselam tunji vahiyni elib kelgan. Bu tunji vahiy Alaq surasining 5 oyati idi. Bu Sur tig'ida bir ko'rinishda bu rasmni ko'rsatibdi, qadrli qarindoshlar. Tazi yaxshi ko'rsatmay qoldim. Ama ranglik, lekin bu rangligi bu tazi rang yaxshi berilmabdi, qadrli qarindoshlar. Zaten haremga borgan qarindoshlar umriga yoki hajga Allah subhanahu taolo bana 2 qatim haj qilish fursatini beribdi, alhamdulillah. Shunlashqa men yerlarni ko'rdim, lekin bu Hira g'origa chiqib boqmadim, qadrli qarindoshlar, kechirgaysizlar. Muhammed Aleyhisselam yetim ve yoksullukta çoğun bağın dedik. Muhammed Aleyhisselam 35 yaş kigen çağda Kabe'nin şarkı kısmına joylashgan Sur tig'idagi önküge bağın dedik. 610. yılı Ramazan ayının 27. kechisi tang etishga yaqin Sur tig'idagi önkürde ibadet qilayotganda Jibril Aleyhisselam tunji vahiyni elib kelgan. Bu tunji vahiy Alaq surasining 5 oyati idi deb o'tdik, qadrli qarindoshlar. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'nin bu 5 ayetini Muhammed Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'nin bu 5 ayetini yadlab aldı. Bu işte nahayeti hayacanlanış bilen birlikte korkup gitti. Vahiyinin tesiri bilen tezlikte öyge qaytib gelip bolgan ahvallarını ayali Hazreti Hadice'ye sözlep verdi. Hazreti Hadice onunla qarab, korkma, Allah'a qasam qilmen ki o seni hergiz resva kılmaydı. Çünkü sen uru tuqqan haqqını qoğdaysan, toğru sözleysen, acizlağa yardım qilsan, aç qağıllarını toyğuzup, mihmanını yaxşı kütüsen dedi. Ayalının yine Hadice anımızdan degan gibi cuma bu. Muhammed Aleyhisselam'ın endişi ve korkusu körüp bakmagan bir neresi bilen uçraşqanlıq idi. Hazreti Hadice Peygamberimizge teselli bergenden keyin onu bilimlik ve tecrübelik tağısının oğlu Varaka İbni Nevfel'nin yanıga apadı. Varaka Muhammed Aleyhisselam'ın 5'ini ötken vaqalarını anlagandan keyin senin körgünün Allah'ın Musa Aleyhisselam'a evetken elçisi Cibril'dir. Sen tebliğ qilgan vaqtında men hayatta bo'lgan bo'lsamchu dedi. Peygamber Aleyhisselam Varaqaning so'zlaridan xotirjam bo'ldi. Bu qatim bu voqeaning
qayta takror qilinishini, farishtani qayta ko'rishni orzu qildi. Bu orzu bilan Hira g'origa berib turdi. Bu şekilde o'tgan vaqt Fatratul Vahiy deb ataldi. Muhammed Aleyhisselam vahiyning to'xtab qolishidan ensirigan edi. Muhammed Aleyhisselam bir kuni Surteg'idan uyiga qaytib ketayotganda Jibril Aleyhisselamni qayta ko'rdi. Jibril Aleyhisselamni ko'rib, ilgarikiga o'xshash hayajonlanib, uyiga yugurib kelib, ustini yo'g'ib oldi. Ammo farishta uyda uning oldida ko'rinib, uningga munda xitob qildi. Yo'g'inib olgan Resulum, o'rningdan tur va insonlarni ogohlantir. Faqatla Rabbingni buyuk bil, kimlaringni pokiza tut, nachar narsalarni tark et. Muddassir suresi 1-oyatdan 5-oyatgacha. Bu oyatlar Muhammed Aleyhisselamga payg'ambarlik berilganligini, bundan keyin Allohning emrlarini insonlarga yetkazish lozimligini ko'rsatdi. Qadrli qarindoshlar, bugun shu soat 7dan 8gacha bo'lgan aralıqda bizim Uyg'ur Qur'on halqimiz vaqti şeyde şu Muddassir suresini birlikte o'rgandik qarindoshlar bilan birga. Endi islomga chaqirish yuqoridagi oyat nozil bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom insonlarni islomga chaqirishga boshladi. 3 yoki 4 yilgacha islomni maxfiy ravishda tabliğ qildi. Aldı bilan ailesi, dostları ve ishonchli yaqinlarini islomga chaqirdi. Muhammed Aleyhisselam'ның chaqiriqini tunji qatim ayoli Hazreti Xadija qabul qildi. Uningdan keyin onasiga ergishib, qizlari Zeynep, Ruqiya, Gülsüm qatorliqlar qabul qildi. Hazreti Fatima texi kichik edi. Payg'ambar Aleyhisselam'ның uyida cho'ng bo'lgan 10 yoki 11 yoshlarga kirgan Ali ibn Abu Talib bilan Payg'ambar Aleyhisselam'ның ozod gerdisi Zeyd ibn Harisa mo islom dinini qabul qildi. Aile a'zolaridan keyin Payg'ambar Aleyhisselam'ның ishonchlik va sodiq do'sti Hazreti Abu Bakr mo uning chaqiriqiga ovoz qo'shib, ikkilanmasdan iymon etdi. Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin so'zi aytadigan do'stlarini islomga chaqirdi. Shunda qilib musulmonlarning soni asta ko'payishga boshladi. İslam dini maxfiy ravishda tabliğ qilingan chaqlarda musulmonlar uylarida yoki tog' o'nkirlarida tahorat ilib namoz o'qiydi. Jamoat bo'lib namoz o'qish imkoni yo'q edi. Mushriklar to'plashib o'ltiraqlashgan yerlarda tabliğ qilolmaydi. Qur'onni maxfiy o'qiydi. Islomni oshkora tabliğ qilgan vaqtida ziyon zahmetga uchratdi. Payg'ambar Aleyhisselam bu ahvolni ko'z tutib, islomni tabliğ qilish uchun Arqam ibn Abil Arqamning uyini tanladi. Payg'ambar Aleyhisselamning bu uydagi faoliyatlari Makka davrini va risolatning dastlabki yillaridagi muhim bir bosqichni tashkil qildi. Bu oyda mushriklarning diqqatini jalb qilmay, haj va umr uchun sirtdan kelganlar bilan bemalol ko'rishalgan. Payg'ambar Aleyhisselam bu oyda musulmonlarga Qur'ondan ta'lim berib, birlikda namoz o'qigan. Payg'ambar Aleyhisselam oldi bilan yaqin to'qqanlarini ogohlantir. Shuara suresi 214-oyat. Va sana emr qilganni ochiq oshkora so'zla, Allohga shirik keltirganlardan 100 o'ri. Hicri suresi 94-oyat. degan oyat nozil bo'lgandan keyin islomni oshkora tabliğ qilishga boshladi. Oldi bilan yaqin tuqqanlardan boshlab Quraysh qabilasiga, uningdan keyin boshqa qabilalarga tabliğ qildi. Payg'ambar Aleyhisselam ziyofat tayyorlab, yaqin tuqqanlarni bir necha qatim uyga chaqirib, ularga islomni tabliğ qildi. Oxirgi ziyofatda tuqqanlardan oz bir qismi islomni qabul qildi. Payg'ambar Aleyhisselam bir mezgil o'tgandan keyin islomni Makkaliklarga tabliğ qilishni qaror qildi. Safa egizligiga chiqib, Quraysh qabilasini yig'ib, ularga xitob qildi. Yana bir mezgildan keyin Makka sirtidagi qabilalarga tabliğ qildi. Bu vaqtda har xil sabablar bilan Makka kelgan kishilar vasitasi bilan islom dini
Mekke'nin sırtığımı tarqılışqa başladı. Hatta etrafındaki kabillerden nahayda az sanda bolsumu bazı adamlar musulmonlikni qabul qildi. Peygamber aleyhisselam İslamda texmi köp insanlarga yetkizish uchun Mekke atrofida ochilgan yermankalarga berib tijorat qilish uchun bu yerga kelgan arab qabilalari va hojilar bilan ko'rishdi. Bu ko'rishlarni orzu qilgan natijaga erisholmadi. Çünkü bu insanların bir kısmı siyasi cihetten Qurayshdan qo'rqqanligi uchun musulmon bo'lishni rad qilgan edi. Ammo Payg'ambar alayhisalom har qanday xeyim qatarga uchrashdan qat'iy nazar savrichanlik bilan tabliğni davomlashtirdi. Mushriklarning qarshilik ko'rsatishi. Kichik mazmun, qadrli qarindoshlar, ağzımızı nemdib etib bunu birlikte öğünümüz. Demek bizning ham Uyg'urlarninki yazgan tarix kitaplarım var. Tarihi Hamidi deyimiz, yani tarihi başka anlıklı kitaplı var. Ama mağlam da 3 doktor, profesör doktorununki bilişip yazgan bir kitap iken inşallah bunun paydalanıp muhib bakılı. Keyin başka İslam tarihi ait materyallar var. Onun birlikte ürünümüz qadrli qarindoshlar. Yani kulumuzun kilişçe yani biz tarihga ait materyallar, yani İslam'ın tarihi ait meyli başka pen tarihleri olsun, dünya ilim pen tarihi olsun iş kılıp tarih öğrensek bizdeki nayet soğaqqanlık bilen muamele qilishimizga hazır ve bunun kelgüsümüz doğruluk mu yaxshi pillallarni tuzishimizga beqetim kirgen petib qolgan yerga ikkinchi qatim patmaslik uchun tirishishimizga foydasi bo'lishi mumkin. İslam tarixi şu. Müşriklarning qarshilik ko'rsatishi deydi. Peygamber Aleyhisselam'ın chaqiriqqa ovoz qo'shib qo'llaganli bo'lgandek, uningga qarshi chiqqanlarmi, chiquvchilarmi bo'lgan. Masalan, o'zini beqib cho'ng qilgan tag'is Abu Talib iymon etmasimi, ammo himoya qilgan. Yana bir tag'isi Abu Lahab Peygamber Aleyhisselam'ın arkasından minib, onun sözlerini yalg'onga chiqargan. Abu Lahab'ның ayoli Ummu Jamil ve Quraysh müşriklerimi İslam'ның tarqalishiga to'sqinlik qilgan. Peygamber Aleyhisselam butlarni inkor qilib, butparastlikning ziyonlarini anglashga boshlagan vaqtda müşriklar onun peygamberligini xatarlik deb o'ylab, musulmonlarga bo'lgan dushmanligini kuchaytirdi. Tebliğ faaliyetlerini to'sib qilish uchun barliq chora tadbirlarini qilib baktı. Peygamberimizning durust ve ishonchli ekanligini bilib turib, uni sarang, sehrigar, kahin, shoir deb masxara qildi. Quraysh müşriklerinin Peygamber Aleyhisselam ve musulmonlarga bo'lgan dushmanligi, haqorat qilish, urib qiynash, embargo yurgizish, hatta musulmon bo'lganlarni o'ldirish darajasiga berib yetdi. To'rt xil ahvolni debdi qadrli qarindoshlar. Oldi bilan haqorat qiladi. Undan keyin urib qiynaydi. Undan keyin umaka qilmasa embargo yurgizdi. Har xil iqtisodiy besimlarni, har xil narsalarni embargo degan o'zingni bilasizlar. Onundan keyin musulmon bo'lganlarni o'ldirish, yani ölüm bilan tahdid qilib o'ldirish darajasiga berib yetdi deydi. Bo'libmi? Qullar ve himayachisi bo'lmagan musulmonlar en qattiq zulmga uchradi. Müşrikler erkin ve nüfuzlu adamlarga bek çekilanmadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu köpligen kul ve cariyelerini hucaylarını setip edip hürlükü çıkardı. Müşrikler Müslüman boğan kul
didekler bilen birge Peygamber aleyhisselam ve onun kabilesiga zulüm kıldı. Mekke müşrikleri İslam'ın tarqalışını tosup qilish üçün barlıq gücünü işqi selib, her xil yollarını sınap baktı. Ama bu tusalgılağa qarmay Peygamberimizle görüşken bazı hacılar Müslüman boldu. Quraysh müşrikleri Muhammed aleyhisselamni İslamni tebliğ qilishdan cheklash, uni himoya qilayotgan tog'isini himoyasidan chiqarib etish uchun Ebu Talibning yeniga keldi. Ama maqsadiga yetemedi. Ahirida Peygamber aleyhisselam'a müracaat qilib, onunğa maqam, mal-mülk ve ayol teklif qildi. Peygamberimiz maqsadining bulaymasligini, Allohdan kelgan vahiylarni insanlarga yetkizishga vazifelik qilganligini takrorladi. Barliq qilmishlari, ularning oldini to'sash, o'ltirman deb tahdid qilish, mal biray, podishalik ular, xotin biray deyishning hammasi nima uchun ekan qadrli qarindoshlar? Vahiyning yetkizishini to'sish. Allohninki Resulullah'a, yani elçilik vazifasiga tayinlagan chog'da yetkizilgan vahiy. O vahiy boshqa vahiy emas, Qur'on vahiy qadrli qarindoshlar. İnsanlarga yetkizishga vazifelik qilganligini takrorladi. Peygamber aleyhisselam müşriklarning batil aqida, ibadet, xurofotlarga qarshi chiqib, ularni tavhidga chaqirganligi uchun müşriklarning qarshiligiga uchragan edi. Müşriklar atalaridan miras qolgan e'tiqod ve adetlerini tark qilishni xohlamaydi. Quraysh müşrikleri butperestlikning yo'qolishi bilan Arab qabilalari ustidagi diniy imtiyoz ve ticaret kirimidan ayrılıp qilishdan ensiraydi. Mekkilikler qullarning xo'jayinining dinidan boshqa dinlarga kirishni qabul qilolmaydi. Ularning musulmon bo'lishini xo'jayinlarga qarshi isyon qilganlik deb biladi. Qul egalari qul bilan qullarni o'xshash o'ringa qo'ydigan bir dinga kirishini xohlamaslik bilan birlikda bu dinga qarshi chiqqan edi. Habistonga hijrat qilish va uningga ergishib yuz bergan o'zgarishlarni o'qiymiz, qadrli qarindoshlar. Peygamber aleyhisselam sahabalarning qatma-qat zulmga uchrayotganligiga qarab, ularga bir chiqish yo'li tepish uchun Habistonga hijrat qilishni buyurdi. Chunki bu davlatda hech kimga zulm qilmaydigan adil bir hukmdorning borligini biletdi. Bunun asasen Peygamberlikning 5-yili, miladining 615-yili Recep ayida 4 ayal, 11 erdan tarkib topgan 15 kishilik bir grup Habistonga hijrat qildi. Bularning ichida Peygamber aleyhisselamning iki o'g'li Osman ibn Affan reziyallohu anhu ve ayali Ruqiyamo bar idi. Quraysh müşriklerinin düşmanligi avjiga chiqqan chaqda qahramonlik ve yigitlik bilan tanilgan mashhur iki shaxs Peygamberimizning tog'isi Hamza ve Ömer ibn Xattab musulmon bo'ldi. Bu vaqa musulmonlarning kuchlanishig'a foydasi bo'lish bilan birga islomga qarshi kuchlarni cho'nqur qayg'uga soldi. Ammo müşriklar zulm ve qiyin qistoqlarini to'xtatmadi. Müşriklarning musulmonlarga qilgan zulmining ig'irlishi bilan Habistonga qilgan hijratdan bir yil keyin Ja'far ibn Abu Talib rahbarligida 82 er ve 18 ayoldan tarkib topgan bir grup sahabe yana Habistonga hijrat qildi. Müşriklar Habiston padişahıga musulmonlarni memleketini chiqarib etish uchun elchilar evetdi. Habistonning padişahı Necashi ikki tarafning vakillarining sözünü anglagandan keyin Mekke müşriklarining talaplarini to'g'ri ko'rmay rad qildi. Mekke müşrikleri musulmonlarning kundan kunga ko'payib kuchi ortganligini ko'rib, Peygamber aleyhisselamni o'ldirishni qaror qildi. Peygamber aleyhisselam öldürülgücü bo'lgan arlıqda Haşim ve Mutallib o'g'illari arasida urug' tuqqanchilik munosabati qilmaydiganligini jakolab, bu ikki qabilani dushman e'lon qildi.
Ebu Talib ciyani ve kabile azalarının bexatarligini ko'z tutib, ularni Ebu Talib mahallasiga akilib oldi. Bunun qarıtı müşriklar bu iki kabile a'zolari bilan to'y-tukun, savdo-sotiq ve her qandaq bir münasibet qilmaslik haqida kelishim tuzdi. Bu kelishimni Kabe'nin temig'i esib qo'yib, Payg'ambar alayhissalomni topshirib berganga qadar bu kelishimni bekor qilmaydiganligini jakarladi. Abu Lahab ve oğullardan başka Haşim ve Muttalib oğulları içiydin musulmon bo'lganlari dinga iman etmaganlari qabilasiga bog'liqlik sababidan Abu Talib mahallasiga ko'chib keldi. Musulmonlar 3 yil 616 yildan 619 yilgacha bo'lgan 3 yil ichida ijtimoiy ve iqtisodiy embargo ostida yashadi. Peygamber aleyhisselam Hazreti Hadice ve Abu Talib qatarlıklar bütün mallarını haclab tüketti. Ahırda Haşim oğullarının tuqqanlarından bazı insaflı kişiler Abu Talib mahallesideki muhasire işide qalğanlarını sırtqa çıkardı. Embargo ahırlaşqandan keyin Peygamber aleyhisselamın beşiğe kelgan iki çoğ musibet Peygamberimizin ko'nglini qattiq yerim qildi. Çünkü Peygamber aleyhisselamın tağısı Ebu Talib bilen ayali Hazreti Hadice keyninden vafat bo'lgan idi. Ve Hazreti Hadice'nin vafatından keyin müşrikler Peygamber aleyhisselam'a bo'lgan düşmanligini kuchaytdi. Peygamber aleyhisselam Mekkeliklerge tebliğini qilib bo'lgan idi. Peygamber aleyhisselam İslam'ni başka insanlara yetkizish ve özüge Kureyş sırtında himacı tepiş yollarını izledi. Bu məqsəddə Zeyd ibn Harisəni yeniq elib Taif'e badi. Taif'da şəhərinin aldınqı qatarlı kişilərini İslam'a çağırıb yardım qilishni talab qildi. Fakat hiç kim onun çağırığını qabul qilmadi. Əksicə Səbiballarni Peygamberimiz Taif'dən çıxıcı bo'lgan arlıqda Peygamberimizge taş atqızdı. Peygamber aleyhisselam Mut'im ibn Adi'nin himayesini Mekke'ye kireldi. 3 yıl devam qilgan ijtimoiy iqtisodiy embargo, tağısı ve ayağının vafatı, Taif'ten ümitsiz qaytib kelişi Peygamber aleyhisselamni qattiq g'am qayg'uga saldı. Aqaba beyit kılınan yerde bir resimni ko'rsatdi. Aldı bilen biz Aqaba beyitini bir ügünü büteyle. Peygamber aleyhisselam cehalet adetleri boyunca hac ve yermege qatnaşış üçün Mekke'ye kelgan Arap kabileleriga İslam'ni tebliğ qilishni davamlaştırdı. Peygamberlikning 11. yılı miladının 620. yılı hac mevsumida Hazraç kabilesiga mensup 6 adam bilan kuruşib ularni İslamga chaqirdi. Ular İslamni qabul qildi. Bu 6 adam Peygamber aleyhisselam bilan o'ttirisida bo'lib o'tgan suhbatlarni Medinaga bag'ib so'zlashib maqdi. Bir yildan keyin Risalatning 12. yılı miladının 621. yılı Aqabada bay'at qilgan 6 adam bilan billa 10 Hazraçlik 2 Avstik 12 adam Aqabada Peygamber aleyhisselamga Allah'a şirik keltirmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zina qilmaslik, balalarni o'ltirmaslik, bo'hton qilmaslik ve buyruqqa xiloflik qilmaslik haqida va'da berib bay'at qildi. Birinci Aqaba beyti deb atalgan bu vaqadan keyin Peygamber aleyhisselam Medinliklarning taklifiga asosan Yasrib xalqiga Qur'on o'gitish ve musulmon bo'lmaganlarni İslamga chaqirish uchun Mus'ab ibn Umayrni evatdi. Peygamber aleyhisselamning bir yil tirishchanlik ko'rishi natijasida ko'plagan Yasriblik musulmon bo'ldi. Risalatning 13. yılı miladının 622. yılı hac mevsumida ikisi ayal qağalları erlerini terkip tapqan 75 Medinelik Mekke'ye keldi. Maqsadi Peygamber aleyhisselam bilan kuruşib onu Yasribga chaqirish edi.
Ular Mekke'ye kelganligini Peygamber Aleyhisselam'a mahfi haber kıldı. Peygamber Aleyhisselam tağısı Abbas bilen birlikte ulanın yanına geldi. Aldığı Abbas söz kılıp ciğerinin kabilesi tarafından himaye kılınıqanlığını, fakat Medineliklerinin talebiga asasen Medine'ye hicret kıldığanlığını aytdı. Abbas'tan keyin Peygamber Aleyhisselam söz edip, eğer hicret kılsa üzünü mal ve canlarını qoğduğanda qoğduşunu, buyruğa itaat kılışını, her kanda ehval aslıda yardım kılışını, yaxşılıkını tavsiye kılıp, yamanlıkını çekilişi lazımlığı hakkında vədə aldı. İkinci Akabe beyti deb atalgan bu kürüştün keyin Muhammed Aleyhisselam sahabelerin Medine'ye hicret kılışqa buyurdu. Sahabeler top bulup Medine'ye hicret kıldı. Bu ahirki beyetten 3 gün ötkendan keyin Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen birlikte Medine'ye hicret kıldı. Dedi, şunun bilen qadirli qarindoshlar Mekke tarihi tügügen boldu. Bir resimde köstüme Cuma Mescidi deb Medine'deki Cuma Mescidi. Qarasanlar Cuma Mescidi. Cuma Mescidi biz ikram bağlap mağamız mı deymi? İsmi qanmaptı tüzük. Ondan keyin bu Akabe beyti boğan iyeken qadirli qarindoshlar resimdekisi. Yani Akabe beyti kılıngan ya deb tağının yenideki bir mescidni köstüp qaptı qadirli qarindoshlar. Şunda qilib bu qolumuzdaki bu İslam tarihi namlı Teklimekan Uyghur Neşriyatınınki neşr kılgan kitabı qadirli qarindoshlar İslam tarihi degan kitapni ögünüp 3. Facebook Kur'an halkımızda 47. bet yani İslamiyet'nin yani 2. babının 3. küçük mavzusu İslamiyet'nin Medine devri degenge kelip toxtuduq. İslamiyet'nin Medine devrini ayrım bir temi qilib ögünüşke to'g'ri keladigan qadirli qarindoshlar. Şoňlaşqa bununğa ayrım bir halqa açmasak bo'lmaydi. İnşallah diyen bu halkını açamız qadirlik qarindoshlar. Andavos Allah'ın o'ziga amanet bulunlar. Hem Allah'ınki tininin saq buluşunu qilgan ishlaringlarninki ibodatlaringlarninki inshaalloh Alloh nazdida maqbul bo'lishini tilayman. Allohninki o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.